O'tgan hafta internetda bitta qiziq tadqiqotni ko'rib qoldim va u tadqiqotni o'qiganimdan keyin menda ko'p tushunchalarim o'zgarib ketdi. Chunki man nimaga ishonardim? Agar siz yupqa kiyinib yursangiz va sovuqda ko'p yursangiz shamollab qolasiz deb ishonib yurardim. Chunki yoshlikdan mana shu gap bizga yetib yurishgan. Lekin u tadqiqot bo'yicha shu narsa aytilyaptiki, sovuqni, ya'ni ob-havoni o'sha shapka kiymasligingiz umuman ta'siri yo'q. Asosiy ta'sir nimada? Bu viruslarga bog'liq. Ya'ni organizmingizga virus tushsa, siz keyin shamollab qolar ekansiz. Bu nima degani? Agar siz shapkaga bog'liq joyi yo'q, siz agar ko'p odam yig'ilgan joyga borsangiz, gavjum joylarga borsangiz yoki o'sha odamlar bilan bir xil nimalardan foydalansangiz, o'sha yerda sizga viruslar yuqadi va siz katta ehtimol bilan o'sha yerda shamollab qolar ekansiz. Bu meni hayron qoldirdi, chunki men yoshlikdan boshqa narsaga ishonib yurganman. Keyin buni izlandim, o'zi rostdan shunaqamikan deb boshqa tadqiqotlarni ham o'qib ko'rsam, ha, bu shunaqa ekan. Ya'ni meni o'sha shablonim sindi. Mana sodda narsada biz noto'g'ri o'ylab yurgan ekanmiz. Balkim boshqa narsalarda ham biz o'ylagan narsalarimiz, tushunchalarimiz noto'g'ri bo'lsa-chi deb o'ylab qoldim. Misol uchun, biz o'zimiz tadbirkorlik klubini targ'ib qilamiz. Tadbirkorlar klubiga qo'shilinglar, daromadinglar oshadi. Siz o'sha atrof muhitingiz kuchli odamlardan iborat bo'lsa, siz ham kuchli odam bo'lasiz, ko'proq pul topasiz, muvaffaqiyatliroq bo'lasiz degan tushunchalarni biz doim beramiz. Shuni isbotlaydigan qanaqadir o'sha ilm-fandan bo'lgan tadqiqotlar bormikan deb o'ylab qoldim. Va shuning uchun men izlandim, 7-8 ta tadqiqotlarni o'qib chiqdim. Bugun siz bilan o'sha tadqiqotlarni tahlil birga qilamiz. Men sizga o'sha tadqiqot qanaqa qilib o'tkazilgan, kim o'tkazgan va qanaqa natijalari bo'lganligini aytib beraman. Xudo xohlasa siz o'zingiz xulosalarni chiqarasiz va birga mana shu masalaga javob topamiz. Ya'ni bugungi bizning savolimiz, atrof muhit biz topadigan pulimizga ta'sir qiladimi? Ya'ni biz qaysidir odamlar bilan yurishni tanlasak, shunga ko'ra biz ko'proq pul topamizmi yoki kamroq pul topamizmi? Shuni o'zgaradigan joylari bormi? Videoni boshlashdan oldin bir zo'r xabarim bor. Asoschilik klubiga qo'shilishga shu kungacha pulli bo'lib kelgan, lekin mana shu videoda biz zo'r taklif o'ylab topganmiz. Endi asoschilik klubiga siz bepulga grant asosida qo'shilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha loyiq tadbirkorlarni biz grant asosida qabul qilamiz. 3 ta bepul o'rinimiz bor. O'sha taklif, ya'ni grantda qatnashish qoidalari hammasi shu videoning oxirida bo'ladi. Ungacha siz videoni tomosha qiling. Tadqiqotdan tanlayotganda biz ishonarliroq manbalarni tanlashga harakat qildik. O'shaning uchun ko'pincha o'sha Garvard universiteti o'tkazgan tadqiqotlarni analiz qilib chiqdik. Va bir odam bor ekan, ularning ismlari Raj Chetty. Bu o'sha amerikalik iqtisodiyot fanlarining professori. Kelajakdagi odamning daromadi unga qiziq bo'lganligi uchun, ana ushbu professor shu mavzuga bog'liq bo'lgan bir nechta tadqiqotlarni biz topdik. O'shalardan biridan bir sekin boshlasak. Xo'p, bizning birinchi tadqiqotimiz nimadan iborat? Bilsanglar, Amerikada sotsial yordam beradigan o'z idoralar bor. Ya'ni kam ta'mirlangan oilalarni ular yashash hududini almashtirib beradi va yaxshiroq imkoniyat yaratib beradi. Bizning professorimiz Raj Chetty ushbu idora orqali tadqiqot o'tkazyapti. Bu yerda 4600 ta oilani biz o'sha tadqiqotimizga olyapmiz va ularni kuzatishni boshlaymiz. Ushbu oilalarda, ya'ni ular odatda yomon hududda yashashadi. U yerda kriminal ko'p va atrof muhitda odamlar juda ham ko'p pul topmaydi. Ya'ni kambag'alroq hudud desak bo'ladi va ularni keyin biz 3 ta guruhga bo'lib chiqamiz. Birinchi guruhni o'sha yomon hududdan yaxshi hududga, boy hududga ko'chiramiz, o'ta kriminal pastroq. Ikkinchi guruhdagi odamlarni esa, oilalarni esa biz boshqa joyga ko'chiramiz, lekin qat'iy ko'chirishni ular o'zingiz tanlayapti. Va uchinchi guruhdagilar esa ular hech qat'iy ko'chmayapti, u o'z joyida qolyapti. Bizga eng qiziq bo'lgan narsa bu birinchi va uchinchi guruh. Ya'ni kambag'al hududdan boy hududga ko'chgan odamlar 20 yildan keyin ko'proq pul topishni boshlaydimi-ki, yo'qmi? Bizga mana shu narsa qiziq bo'lyapti. Va mana 3-chi guruhdagi odamlar, ya'ni kambag'al hududda o'sganlar, keyin mana shu boy hududda o'sganlarga nisbatan qanchalik o'sha daromadda farq qiladi. Va 20 yildan keyin yana ularni ko'rib chiqishyapti, ularning daromadlarini so'rab chiqishyapti. Shu natijaga kelishyaptiki, kambag'al hududdan boy hududga ko'chgan odamlar o'rtacha 30% ko'proq pul topishni boshlagan ekan, oddiy o'sha kambag'al hududda katta bo'lgan oilalarga nisbatan. Undan tashqari, yaxshi hududda katta bo'lgan odamlar ko'proq ehtimol bilan universitetni bitirayotgan ekan va yaxshiroq oliy ta'lim olishayotgan ekan. Ya'ni ko'proq diplomlar o'ta paydo bo'layotgan ekan. Nega? Ya'ni bu yerda nimaga bunaqa bo'lyapti deyishingiz mumkin. Chunki bular yaxshi hududga ko'chganidan keyin, ya'ni kriminal kamroq, ko'proq pul topadigan hududga ko'chganidan keyin, ya'ni ko'proq o'qiydigan hududga ko'chgandan keyin o'sha atrofida odamlarga bu oddiy holat bo'lib qolyapti, o'qish, ko'proq pul topish. Va o'sha muhitda yashab, oddiy oiladan chiqqanlar va kambag'al hududdan ko'chib kelganlar qarab ularni ketidan qaytarayotgan ekan. Va ular ham ko'proq o'qishga harakat qilyapti va ko'proq pul topishga harakat qilayotgan ekan. Bizning keyingi tadqiqotimiz, ikkinchi tadqiqotimiz yana bizning qahramon professorimiz tomonidan o'tkazilgan. Raj Chetty bu yerda Amerikaning soliq qo'mitasi bilan birga bu tadqiqotni o'tkazishgan va
bu judayam masshtabniy tadqiqot, chunki bu yerda o'zi bilmagan holda 40 millionta odam qatnashgan va ular mana shu odamlarni orasida bir xil daromadli oilalarni qidirishgan. O'sha bir xil daromadli oilalarni topib, ularni hududlarini analiz qilishgan. Qaysi oila qaysi hududda yashaydi, ya'ni kambag'al hududdami, boy hududdami va kelajakda o'sha oilaning farzandlari qanaqa pul topishni boshlaydi. Yana bir marta eslatib ketaman. Ular misol uchun bittasi boy hududda bo'lsa, bittasi kambag'al hududda bo'lsa ham, ikkala oilani daromadi bir xil. Misol uchun analogiya tushuntirib ketaman. Men bilan sizni va operatorning oilasini solishtiryapmiz. Hammamiz yiliga $50,000 pul topamiz. Ya'ni oylik hisobida-da. Lekin siz yaxshi hududda yashaysiz. Men esa kriminalniy hududda yashayman. U yerda ko'p o'g'riliklar bo'ladi, ko'p janjal to'polonlar bo'ladi. Va ko'pchilik universitetda ham o'qimaydi meni hududimda-da. Lekin daromadimiz bir xil. Endi eng qiziq savol, biz bir xil pul topamiz, qayerda turishimizga qaramasdan, bizani farzandlarimiz mana shu hududda katta bo'lib, ertaga karyera qilishni boshlaydi 30 yildan keyin, bizani farzandlarimiz qancha pul topishni boshlaydi? Siznikimi, ya'ni yaxshi hududda o'sgan odam ko'proq pul topadimi yoki meni farzandimmi? Kriminalniy rayonda katta bo'lgan va tadqiqot natijalari shuni ko'rsatyaptiki, bir xil daromadga ega bo'lgan oilalarda yaxshiroq rayonda, yaxshiroq odamlar bilan o'sgan odamlar kelajakda ko'proq pul topayotgan ekan. O'rtacha 20-30% ko'proq. Bu tadqiqot bizga nimani ko'rsatyapti? Hozirgi startoviy kapital pul hal qilmaydi. Birinchi navbatda siz atrofingizda qanaqa odamlar bilan yurishingiz mana shu ancha muhimroq ekan va bu sizni daromadingizga ta'sir qilyapti. Ya'ni siz agar yaxshi odamlar bilan, biznesmenlar bilan yursangiz, siz katta ehtimol bilan siz ham biznesmen bo'lasiz. Agar biznesmenlar orasida mayli yuribsiz ham deylik, agar u biznesmenlar biznesni o'stirishga qiziqmasa, siz ham qiziqmaysiz. yoki hammasini kengaytirib 100 ta filial ochib, buni kengaytirmoqchi bo'lib yurgan bo'lsa, siz ham mana shunga qiziqishni boshlaysizda, chunki bu imkonsiz. Ya'ni siz ko'ryapsiz, ular shuni qilyapti, siz ham shuni qilishni boshlaysiz. Keling, buni men sizga endi biznes ko'rinishida tushuntirib beraman. Siz hozir yaxshi pul topayotgan bo'lishingiz mumkin. Misol uchun, siz o'zingizni atrofingizga nisbatan yaxshi pul topasiz, lekin siz noto'g'ri joyda bo'lishingiz mumkin va noto'g'ri joyda bo'lganligingiz uchun siz kelajakda ko'proq pul topa olmaysiz va siz farzandlaringiz ham noto'g'ri ta'sir ostida kelajakda yaxshi pul topadigan tadbirkor bo'lmasligi mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Agarda siz hozir tadbirkor bo'lsangiz va siz garantiya bilan kelajakda ko'proq pul topmoqchi bo'lsangiz, unda siz yaxshi qo'shnilarga ega bo'lishingiz kerak, yaxshi hamfikrlar bilan gaplashib yurishingiz kerak. Ya'ni atrofingizda siz doimiy gaplashib yuradigan odamlaringiz o'sha eksperimentimizdagi yaxshi hudud dedim-ku, yaxshi mahalla, ya'ni kriminalli past, o'z ustida ko'p ishlaydi va universitetda ko'p o'qib bitirishga intiladigan odamlarni orasida siz biznesda ham yurishingiz kerak. Demak, bu o'sha biznesni rivojlantirmoqchi bo'lgan, aytaylik, daromadni oshirmoqchi bo'lgan va biznesni kattalashtirmoqchi bo'lgan odamlarni orasida yursangiz, katta ehtimol bilan sizda ham shunaqa bo'ladi. Keyingi tadqiqotimizga o'tamiz. 3-tadqiqotimiz bu tadqiqotni Stanford hamda Dartmouth universitetlari o'tkazishgan. Bu tadqiqot uchun ikkita universitetni studentlarini qarab chiqishgan, ya'ni ularning общежитиясini, общага deyishadi-ku, yotoqxonasini. Dartmouth hamda Williams shu kollejlari bor, Amerikada bu universitet ko'rinishiga ega joylar. Mana shu kollejlarni yotoqxonasini qarab chiqishgan, ya'ni yotoqxonasini tadqiqot qilishgan. Yotoqxonada bilsanglar, Amerikada seriallarda, kinolarda ko'rgan bo'lsanglar, bitta xona bo'ladi, u xonada ikkita odam yashaydi. Va eng qizig'i, o'sha siz xonadoshingizni tanlay olmaysiz. Ya'ni u boy xonadosh bo'lsin yoki ko'p kitob o'qiydigan xonadosh bo'lsin, aqlli bo'lsin yoki naborot ko'p nima desa bo'ladi, har xil diskotekalarga boradigan xonadosh bo'lsin deb tanlay olmaysiz. U random, ya'ni shunchaki tasodifiy bitta xonadosh bo'ladi. Va ular tadqiqot paytida qaysi kriteriyalarga qarashyapti? O'rtacha GPA, ya'ni bu o'rtacha bahoyingiz, ya'ni 4 ga o'qiydimi, 5 ga o'qiydimi, keyin qanchalik bu o'qishga intilyapti va o'qishni bitirish foizi. Bilsanglar, ba'zi universitetlarni tashlab ketishadi. Bu yerda qanchalik o'sha bitiradi, oxirigacha olib boradi, qanchalik yaxshi baholarga o'qiydi va qanchalik motivatsiya bilan o'qiydi. Shularni qarashdi. Va bir narsani juda ham qiziqarli natijaga kelishdi, bir narsani aniqlashdi. Agar siz yaxshi GPA, ya'ni yaxshi bahoga o'qiydigan student bilan tushib qolsangiz va uni yaxshi motivatsiya bilan o'qisa va uni oilasida hamma universitetlarni bitirgan odamlar bilan tushib qolsangiz, katta ehtimol bilan sizda ham baholar yaxshiroq bo'lar ekan, o'qishga intilishingiz, motivatsiyangiz balandroq bo'lar ekan. Undan tashqari, siz o'sha o'qishni bitirishingiz, oxirigacha olib borib qo'yishingiz ehtimoli balandroq bo'layotgan ekan. Ya'ni agar siz misol uchun o'qishga qiziqmaydigan ikki kishi bilan tushib qolsangiz, sizda ham o'sha baholaringiz pasayishni boshlar ekan, o'zingiz bilmagan holingizda. Chunki siz o'sha xonadoshingiz bilan misol uchun kuniga 24 soat
mana vaqtingiz bo'lsa, siz kamida bir 10 soatni o'sha xonangizda o'tkazasizda va o'sha xonadoshingiz ta'siri kuchli ekan. Buni peer effect dedilar, ya'ni tengdoshlarni ta'siri va o'sha tengdoshlar ta'siri sababidan siz bir-biringlarni o'sha odatlaringizni qaytarishni boshlayotgansizlar. Siz o'sha ko'proq kamroq o'qishingiz farq qilishni boshlayotgan va sizni o'zingizni tutishingiz ham o'zgarar ekan o'sha xonadoshingizga nisbatan. Garvard professor Rachetsi tadqiqotlari orqali biz daromadni tushuntirib berdik va universitet o'tkazilgan tadqiqotlar orqali, ya'ni yotoqxonasi o'tkazilgan tadqiqotlar orqali biz qanchalik yangi ma'lumotni o'rganishimiz va rivojlanishimiz haqidagi tadqiqotlarni o'tkazib berdik, tushuntirib berdik farqlarini. Endi boshqa savol kelishi mumkin. Atrof muhitimiz qanchalik biz o'zimizni baxtli, pozitiv his qilishimizga ta'sir qiladimi degan savol kelishi mumkin va bu men uchun eng muhim savollardan menimcha, chunki nima qilmasak ham birinchi navbatda menimcha bizning baxtimiz turishi kerak. Biz biznes qilyapmizmi, biz pul topyapmizmi, qaysi ish qilyapmizmi, o'zi bu ish qilayotgandan keyin biz o'zimizni baxtli his qilyapmizmi degan savol berganimiz to'g'riroq bo'ladi. Va eng qizig'i, shu masala bo'yicha ham tadqiqot o'tkazilgan ekan. Keling, o'sha tadqiqotni birga ko'rib chiqamiz. Bizning 4-tadqiqotimiz. Keyingi bizning tadqiqotimizni Garvard hamda Kaliforniya universitetini professorlar o'tkazgan ekan. Ularning familiyalari Kristekis va Fowler. Bu tadqiqot 20 yil davomida o'tkazilgan va tadqiqotda esa 5000 ta odam ishtirok etgan ekan. Va bizani eng qiziqtirgan narsa o'zi 20 yil davomida, misol uchun, baxtli insonlar boshqa insonlar bilan do'stlashib yursa, o'sha insonlar ham baxtli bo'lib qoladimi? Yoki kimdirda misol uchun yaxshi, yomon odatlar bo'lsa, o'sha yaxshi, yomon odatlar boshqalarga yuqadimi, yo'qmi? Shuni aniqlash eng asosiy maqsad bo'lgan. Baxt bo'yicha gapiradigan bo'lsak, tadqiqotda ishtirok etayotgan odamlardan qaysidir biri agar o'zini baxtli deb hisoblasa, eng qizig'i, uni do'stlari ham o'zini baxtli ko'p holatda his qilgan ekan. Va eng qizig'i, faqat uni do'stlari emas, do'stlarini do'stlari ham va do'stlarini do'stlarining do'stlari ham. Hattoki o'sha tadqiqotdan keyin Science Daily degan jurnal buni 3 qadamli ta'sir deb nomlagan ekan. Ya'ni siz o'zingizni baxtli his qilishingiz 3 ta qatlamga dalish o'tib ketyapti va sizni yaxshi kayfiyatingiz, yaxshi nastroyeningiz boshqalarga ham ta'sir qilishni boshlayapti. Lekin eng qiziqarligi bu emas. Eng qiziqarligi yomon odatlarda ekan. Agar sizda qanaqadir yomon odat bor bo'lsa, sizni do'stlaringizda mana shu yomon odat paydo bo'lishi ehtimoli ancha oshib ketar ekan. Misol uchun, tasavvur qilaylik, sizda bitta semiz o'rtog'ingiz bor. Endi ko'pchilikda balki qanday semiz o'rtog'i bordir. Endi bitta yaqin o'rtoqlaringizdan biri semiz bo'lsa, 57% ehtimol bilan siz ham semiz bo'lar ekansiz. Va eng qizig'i, semiz o'rtog'ingiz bor bo'lsa, sizni boshqa o'rtoqlaringizga, ya'ni ular bir bilan bog'liq bo'lmasa, ularga ham semirib ketish ehtimoli 20% ga oshar ekan. Ya'ni misol uchun, sizning ikkita o'rtog'ingiz bor, ular bir bilan yaqin emas, bir-birini balkim tanimasdan, lekin o'sha bir-birini tanimaydigan bitta ozg'in o'rtog'ingiz bor, bitta semiz o'rtog'ingiz bor. O'sha ozg'in o'rtog'ingiz semirib ketish ehtimoli 20% ga oshyapti, chunki sizda bitta semiz o'rtog'ingiz bor. Ya'ni yomon odatlar chunki shunaqa o'tish ehtimoli oshayotgan ekan. Ya'ni yana bir marta eslataman, men sizga har bitta tadqiqotni manbalarini tashlab qo'yamiz. Opisiyaga kirib siz o'rganib chiqsangiz bo'ladi. Biz shunaqa xulosalarga keldik. Ya'ni bu qanaqadir qo'rqinchli ta'sirlar, qanaqadir qo'rqinchli natijalar. Endi mana shunaqa ma'lumotlarni o'rganib, savol berishingiz mumkin. O'zi, men tadbirkorman, menga nima buni aloqasi bor? Buni aloqasi juda ham katta. Tadbirkorni ham tadbirkori bor-da. Tadbirkordan farq qiladi. Qaysi tadbirkor, misol uchun, men operatsiyonda mast qilib ketdim, qiynalib ketdim, halovatim yo'q deb doim stressda yurishi mumkin. Boshqa tadbirkor esa maza qilib biznesni qiladi, yaxshi tizim qo'ygan va katta masshtabli biznes qilib, yaxshi ishlar ko'p qilib yuradi, ko'p ta'sir o'tkaza oladi bu dunyoda. Ya'ni uni kuchi, uni ta'siri, uni qiymati ancha ko'proq bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz misol uchun doim stressda qiynalib yurgan tadbirkorlar orasida bo'lishingiz mumkin. Yoki-da siz misol uchun yaxshi tadbirkorlar orasida yurib, siz ulardan yaxshi odatlarni o'rganib va biznesni halovat bilan ham boshqarishingiz mumkin. Shuning uchun ham to'g'ri muhitda yurish va shunchaki tadbirkorlar bilan emas, to'g'ri tadbirkorlar bilan networking qilib yurishingiz, bitta krugda yurishingiz, ular bilan gaplashib yurishingiz bu juda ham foydali. Ushbu 4 ta tadqiqot orqali biz sekin o'zimizni xulosamizni chiqarsak bo'ladi. Atrof muhit, networking sizni daromadingizga, sizni kelajagiga ta'sir bormi? Ha, ta'sir bor, juda ham katta. Endi siz bitta fikr kelishi mumkin. Bitta agar yomon gumonda bo'lsangiz, bu o'zini klubi bor ekanda, tadbirkorlik klubi, o'shancha o'zini klubini reklama qilish uchun bu faqat foydali taraflarini aytyapti deb sizga tuyulishi mumkin va
va bu fikringiz o'rinli bo'ladi. O'zi savol bersak, networkingni siz daromadingizga foydasi bormi? Albatta bor. Zarari bormi? Katta ehtimol bilan yo'q. Bu yagona omilmi? Ya'ni busiz ham natijaga erishsa bo'ladimi? Albatta erishsa bo'ladi. Misol uchun networking siz tanish bilishlarni orttirmasdan o'zi geniy bo'lib turib natijaga erishgan odamlar bor. Lekin boshqa savol beraylik. Siz balki bunaqa geniy emasdirsiz. Siz oddiy statistik odamdirsiz, oddiy statistik tadbirkordirsiz va networking orqali siz ko'proq natijaga erisha oladigan bo'lsangiz, nega buni ishlatmasligingiz kerak? Agar sizda siz bitta instrumentni bilasiz, ya'ni tanish bilishlar orqali, to'g'ri muhit orqali siz ko'proq pul topib keta olasiz va o'sha biznesingizga kerak bo'lgan bilimlarni tez o'sha ishni qilib yurgan tadbirkorlardan o'rganishingiz mumkin. Hech qanaqa filtrlarsiz, hech qanaqa teoriyasiz. Nega buni ishlatmasligingiz kerak? Menimcha, tayyor instrument turganda uni ishlatmaslik bu juda ham to'g'ri qaror emas va bunaqa agar yuradigan bo'lsak, unda natijaga chiqishimiz sekin bo'ladi yoki umuman imkonsiz ham bo'lib qolishi mumkin. Va bu borada men sizga nima tavsiya qilgan bo'lardim? Albatta, asoschilar yopiq biznes klubiga qo'shilish. Atrof muhit uchun bu juda ham zo'r imkoniyat O'zbekiston sharoitida, chunki bizda 60 ga yaqin tadbirkor bor. Har bittasi filtrdan o'tkazilgan yirik tadbirkorlar. Shu O'zbekistonda rasmiy faoliyat yuritib boradi, kompaniyasi bor, xodimlari bor, yaxshi daromad qilib kelayotgan tadbirkorlar. Ko'pchilik bizda o'zining sohasida liderlardan biri va 60 tadbirkor, ya'ni yirik tadbirkorlar o'zini bir yo'lini bosib o'tgan tadbirkorlarda katta tajribasi yig'ilgan bo'ladi. Misol uchun kimdir marketingni yaxshi biladi, kimdir moliyani yaxshi biladi, kimdir ishlab chiqarishni yaxshi biladi va bunaqa krugda yurganingiz siz eng katta afzalligingiz, siz o'zingizga kerak bo'lgan masala bo'yicha tez yechimlar ola olasiz. Shuning uchun bu masalada eng zo'r tanlov bu asoschilar klubi. Katta ehtimol bilan video davomida sizda bitta savol tug'ilishi mumkin. O'zi bu tadbirkorlarni biz qayerdan oldik? Ya'ni asoschilar klub deb ketyapman. O'zi bu klub nima? Nega bu yerda 60 ta tadbirkor birga yig'ilgan? Va men sizga tushuntirib beraman. Asoschilar klubi bu yopiq hamjamiyat. Bu yerda faqat tadbirkorlarni biz qabul qilamiz va faqat qaysidir daromadga chiqqan yirik tadbirkorlarni biz qabul qilib, ular bilan doimiy networking asosida biz rivojlanib boramiz. Va tadbirkorlar shunaqa yopiq klublar orqali o'zini kayfiyatiga va bilimiga pul tikib yuradi. Klublarga borib, ular yangi nasl o'rganadi, har xil odamlar bilan gaplashib, ham fikrlar bilan gaplashib, stressdan qutuladi, shu ko'proq gaplashib ulardan energiya oladi. Misol uchun bizda ko'p keyslar bor, tadbirkor qo'shilyapti. Bitta kichkina razborning xatosini aytib beramiz va 1-2 oydan keyin o'sha yangi olgan bilimlarini qo'llayapti va 2 barobar ko'proq sof foydasini oshiryapti. Misol uchun bir ukamiz $7,000 topardi, bitta razbordan keyin u $14,000 topishni boshladi, chunki o'zini marketingida va pozitsiyasida ba'zi narsalarni o'zgartirgan. Yoki bizda boshqa holatlar bo'lgan. Bizda badiiy razborlar ham bo'ladi, ya'ni mini kichkina guruhlar bo'ladi. O'shda bitta tadbirkor akamiz kelib razbor bo'lganlardan keyin yaxshi energiya olganlar va borib bitta savdoga kirib chiqib, katta сделка urib chiqqanlar. Ya'ni bitta сделкаning o'zida bir necha oylik sof foydalarni urib chiqqanlar. Xo'p, siz klublar haqida o'zi oldin eshitib kelgansiz katta ehtimol bilan, lekin shu kungacha hali qo'shilmagan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan demak o'ylab yuribsiz. O'zi klub qanaqa bo'ladi, qo'shilsam yaxshimi, yomonmi, men foyda ola olamanmi va bu yerga qo'shish uchun, ya'ni bu pullik-ku, misol uchun asoschi klubga qo'shilish $2,000 bir martalik to'lov. Faqat mana shu summani to'lagan odamlar keyin qo'shiladi. Va o'ylab yurgan bo'lsangiz, sizga bitta zo'r imkoniyat bor. Mana shuni biz e'lon qilish uchun o'zi aslida video yozamiz. $2,000lik bizni qo'shilish narxini bepulga qilib beramiz. Buni faqat grant ko'rinishida qo'yamiz. Ya'ni universitetlarda grantlar qanaqa bo'ladi? Eng aqlli, eng loyiq studentga o'qishni bepulga berishadi. Biz ham eng loyiq, eng aqlli tadbirkorga mana shu grantni bepulga bermoqchimiz. Ya'ni mana shu havola bo'ladi. O'shanga bosib ariza topishingiz bo'ladi. O'z haqingizda barcha ma'lumotlarni kiritasiz va bizda kichkina test bo'ladi. O'sha testda biznes haqidagi siz bilimlaringizni tekshiramiz va eng zo'r o'sha testdan o'tgan, keyin eng zo'r ma'lumotlarni to'ldirgan o'sha tadbirkorga biz qo'shilish narxini o'sha $0 qilib ularni bepulga qo'shamiz. Bundan oldin bunaqa narsa qilmaganmiz. Bundan oldingi tadbirkorlar barchasi pul to'lab keyin klubga qo'shilishgan. O'shaning uchun zo'r imkoniyat, albatta foydalanish kerak va yaxshi tadbirkorlarni krugida o'z ustida ishlab, rivojlanib, ko'proq pul topib keta olasiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa, asoschilar klubida ko'rishguncha.